Assalomu alaykum, Sam Agro e'lon kuzatuvchilari, uzum shinavandalari. Mana hozir Samarqand viloyati Jomboy tumanida o'zimizning ustozimiz Olim akamizni bog'iga keldik. Bu yerda kuzgi kesish ishlari boshlangan. Bugun mahalliy va chetdan kirib kelgan yangi uzum navlarini, qalamchalari haqida sizlarga bir to'liq ma'lumot beramiz. Maqsadimiz bu qalamchalarni sotib faqat daromad qilish emas. Xalqimiz mana shunday bog'larda, xonadonida bo'lsa ham ozroq uzum ekib, o'zimizning mahalliy navlar va chet eldan kelgan uzum navlaridan ekib, foydalanib, uzoq yillar mevasini yesa, biz xursand bo'lamiz. Har tomonlama yer sharoiti, ob-havoga mos, erta pishar, kech pishar uzum navlaridan Xudo xolasa bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Assalomu alaykum, Sam Agro e'lon kuzatuvchilari, bizning obunachilarimiz, podpischilarimiz. Mana qishning bugun 1-kuni, 1-dekabr, uzum bog'imizdamiz. Uzum navlarini, qalamchalari haqida, navlari haqida qisqacha ma'lumot berib, zakazlarga qarab tayyorlab beramiz. Uzum asosan qalamchadan ko'payadigan narsa. Qalamchasini tiqasiz, ko'payib ketadi. O'shaning uchun biz ko'proq qalamchaga urg'u beramiz. Tomirli eksangiz ham, qalamcha eksangiz ham, qarov yaxshi bo'lsa bir xil ko'karadi. Qalamchalarning mavjud navlaridan Mercedes, Rizamat, F1, Husayni, oq damski, qora damski, ulkan, gigant navlarimiz bor. Qalamchalar cheklanmagan miqdorda kesib beramiz. Undan tashqari yangi navlar ham bor. Yangi navlar endi uncha ko'p emas, ozroq. Bitta ikkita qiziqqanlarga Avatar, Lamborghini, Rambo, Alvika degan yangi Yevropa, Ukrainadan kelgan, Rossiyadan kelgan yangi navlar bor. O'ta yaxshi, zo'r anaqada o'tgan. Degustatsiyada o'tgan, mevasini ko'rib, hosilni ko'rib, garantiyali qalamchalar ham qilib beramiz. Do'stlar, birodarlar, endi qalamchaga mavzusiga kelsak, mana bu qalamchamizni olayotgan vaqtimizda 2-3 xil uslubda qalamcha olinadi. Agar ko'chat qilib tayyorlayman desa, oltin qoida 3 ta pindiqdan kam bo'lmasligi kerak. Ko'chat qilib tayyorlayman deganlarga. Yoki bo'lmasam joyiga birdaniga ekaman desa, ko'proq 6 ta, 7 ta, yarim metr, 1 metrgacha olish mumkin. Suvli, suvsiz joyga eshigiga qarab olinadi. O'shaning uchun men sizga hozir o'rtacha qilib turib mana shuncha bitta qalamchani kesib ko'rsataman mana. Mana shu qalamcha olingandan keyin ayrimlar aytishi mumkin, qurab qolmaganmi, yo'q degan bo'lishi mumkin. Quraganini ham ko'rsataman. Quramagan, sog'lom, yaxshi qaychi. Buni bilish uchun mana bunday qilib ko'rsak, yashil chiqadi mana. Sog'lom, toza, yaxshi pishgan mana. Pindiqlari ham katta-katta, hosil pindiqlar hammasi. Agar mana shu qalamchadan kesib olib turib payvand qilinsa, o'sha yilning o'zida hosil ko'rsatadi. Endi ekish jarayonini ham bitta ko'rsatib o'taylik. Mana bu pastdagi pindiqlarni kesib tashlanadi. Birdaniga eksa ham bo'ladi, joyiga qalamchani olib borib turib. Past tarafdagi nijniy pindiqlarni olib tashlanadi. Mana shunday. Tepa tarafdan 2 ta yoki 3 ta pindiq qolinadi. Xuddi mana shunday. Mana yog'ini kesganda pindiqqa yaqinroq qilib kesiladi, 1 sm qoldiriladi. Bu yoq sal uzunroq bo'lsa ham hech narsa qilmaydi. O'shanda ekkanimizda yerga qo'yamiz. Mana shu holatda qo'yiladi-da, tuproqni mana shunday qilib ko'mamiz. Bitta pindiq qoladi. Bitta pindiq hozir kuzgi ekish aytyapman-da, bitta pindiq qoladi. Qolgani ko'miladi, polniy. Ozroq suv quysak, agar tuproq quruq bo'lsa, suv quyib qo'ysak yaxshi bo'ladi. Ustiga keyin mana bunaqangi bariq qozonni xas-xashak bilan yopiladi. Qalin qilib. Uni ustidan tuproq bilan ko'mib qo'yiladi. Bahorda shuni ochiladi, ko'karib ketaveradi. Qalamchaning qalinligiga ham qaraladi, juda qalin ham bo'lmasligi kerak. Juda yuqa ham bo'lmasligi kerak. Mana shu barmoq qalinligidagilar eng ideal zo'r qalamchalar hisoblanadi. Keyin yana bitta narsa e'tibor berishim, mana 3 tarafga kelganda xom novdalar o'zi aniq bo'ladi mana. Xom novdalar mana sovuqqa o'zi qorayib qolgan, bunda yashillik yo'q mana. Bu bo'lmaydi bu. O'shanga e'tibor berish kerak. Mana bu yerni ham kesib ko'ramiz mana. Mana bu yashil. Mana shu holatdagi yashil bo'lsa 100% bo'ladi. Qalamchalarning navlari haqida gapiradigan bo'lsak, hammasi o'zimizning bog'da, men o'zim qator qilib ekkanmiz. Navlari aniq, ishonchli, hech qanday adashmovchilik bo'lmaydi. 99% garantiya, 100% faqat Alloh garantiya beradi. Qalamcha navlariga javob. O'zbekiston bo'yicha kimga qancha kerak bo'lsa, kelishilgan holatda yetkazib beramiz. Butun O'zbekiston bo'yicha dastavkalar bor. Bitta pochtalar bor, taksilar bordir. Endi bu qalamchalarni yetkazib berish bo'yicha
pastda raqamlar qoldiramiz. O'zimizda shogirdlar bor, meni o'zim bor, bir ikkita ukalar bor. O'shalarga aytamiz, chiroyli qilib telefonda aloqaga chiqib, gaplashilib, dastavkalar qilib beramiz. Hech qanday muammo bo'lmaydi. Narxlarni ham kelishtirib beramiz. Sam Agro E'lon nomli kanalimiz bor. YouTube, Instagram, Telegram kanallarga kirib turib bemalol har xil uzumlarni parvarishlari, qanaqa dorilar sepilishlari, qirqilishlari, qachon qirqilish kerak, qachon doralash kerak, o'shanaqalar mavzular haqida savol-javoblar bo'ladi. Bemalol kirib murojaat qilib savol bersalaringiz, adminlarimiz yoki bog'bon ukalarimiz javob qaytarishadi. Kanallarimizga podpiska bo'lib, ichidagi intervyulardan, kontentlardan foyda topsalaringiz, biz xursandmiz. Tanishlaringizga ko'proq tarqatib, o'zlaringiz podpiska bo'lib qo'ysalaringiz, juda ham xursand bo'lamiz. Ting-ting qilib qo'yasiz-da.